Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda SQL Letcode'dagi 50 savolni 7-kuni va 7-savolda product sales analysis degan savol bilan ishlaganmiz. Bizda sales degan table bor va product degan table bor. Ularni bog'lab turadigan column product ID. Ya'ni bitta odam misol uchun magazinga kirib bir narsa sotib olsa, o'sha bitta sale hisoblanadi. Demak, uni sell ID qilib bu table'ga insert qilishadi. Insert qilishganda product ID ni kiritishadi. Product ID misol uchun u sotib olgan, misol uchun Nokia telefonini sotib olgan. Nokia'ni ID'si 100. Demak, sell table'ga insert qilishganda mana bu product ID ni 100 deb insert qilishgan. Endi bu ikkita table orasidagi bog'liqlik shunaqa ekan. Endi bizga savol qo'yildi. Write a solution to report product name, year and price for each cell ID in sales table. Xo'p, har bir qilingan savdo uchun prosta product name ni, ishlab chiqarilgan yilini va narxini chiqarib bergin degan savol keldi. Bu uchun prosta join qilib, mana shu kolumnlarni select qilib qo'ysa yetarli. Juda ham oson. Biz bu case'da inner join ishlatamiz, chunki bizga hamma sale demaganda har biri uchun degan shu sababli biz inner joinni ishlatib ketaversak bo'ladi. Xo'p, agar bizga misol uchun o'zi aytardim bundan oldingi savolga o'xshab, agar shunaqa product ID bo'lmasa, product table'da prosta null qo'yib ketgan deb aytgan holat bo'lsa, left join ishlatib ketsak bo'ladi. Lekin hozir aytmagan, demak biz inner join ishlatamiz. Xo'p, endi query'imizni yozamiz. Select. Hozircha start yozib qo'ydik. From, demak branch table'imiz product inner join. Xo'p, buni join qilamiz biz. Branch table'imiz sales ekan. Sales table'ni product table'ga join qilamiz. Ularga alias name beramiz. A va B table'lari on A dot product ID equals to B dot product ID. Endi bizga faqatgina product name, year and price so'ralgan. Demak, product name demak bizda B table'dan kelgan. B dot product name. Hop. Yil va narxi. Yil va narx A table'dan kelgan. Shuning uchun yozamiz A dot year, A dot price. Ishlatamiz. Bizani javobimiz chiqdi. Endi tekshirib ko'ramiz. Ya'ni o'sha berilgan javob bilan biz bir xil chiqdi. Submit qilamiz. Bu savolda hech qanaqa mantiqiy narsa so'ralmagan, shunchaki prosta join qilgan, mana shu kolumndan chiqarib bergin deyilgan. Bu savolimiz ham qabul qilindi. Keyingi savolimiz bizda customer who visited but did not make any purchase or something. So, keyingi videoda ko'rishguncha.